ikkimiz o'rtamizda qoladi. Qanday qilib buni Allohdan yashira olamiz axir? Sen o'z xudoyingdan qo'rqyapsanmi? Hamma narsani ko'ruvchi va eshituvchi Allohdan qo'rqaman. Buyruq berdim va uni bajarasan. Aks holda seni shu yerga dafn ettiraman. Allohning payg'ambari, bu Allohdan kelgan vahiydir. Bu shaytonning tuzog'idan eshikka tomon qoch. Menimcha bu yerdagi vaziyatni kimdir tushuntirib berish kerak. Rafiqangizni nomusini toptamoqchi bo'lgan kishi uchun eng og'ir qiynoq va qamoqdan boshqa qanday jazo bor? Meni guvohim bor. Alloh senga nimani o'rgatgan bo'lsa ayt. Men Robbimning so'zlarini uning izni bilan aytyapman. Agar ko'ylak old tomondan yirtilgan bo'lsa, Zulayho aybsiz, Yusuf aybdor. Agar ko'ylak orqa tomondan yirtilgan bo'lsa, Zulayho aybdor, Yusuf esa aybsizdir. Ya marhaba.